Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz YouTube kanali obunachilari. Bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab Mozorida Davlat Dangaldi xonadonidan chiroyli mollar bor. 10 boshga yaqin chiroyli bo'g'ozlar, yetuk bo'g'oz, bir dona sigirimiz bor ekan akalar. Bugungi sanamiz 26-mart sanasi. Mollar tayyorlangan yo'q akalar. Chiroyli bo'g'ozlar, hali bir qator obunachilarga ko'rsataylik degan maqsadda qo'yilyapti. Bemalol agar narx-navolari sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi. Aloqaga chiqib ko'rib, bog'lanib ko'rib olishlaring mumkin akalar. Kelib lakasilar tashlab beriladi. Mana shu molimiz hozir tug'di akalar. Yarim soat bo'ldi tuqqaniga buni. Yarim soat, 1 soat bo'ldi. Yarim soat bo'ldi akalar. Bu bo'g'ozimizdan Qirg'izistondan kelgan. Ko'rib bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin akalar. Hamma mollarimizning narx-navolarini, ma'lumotlarini beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanjaraga simsiyasimiz, simsaga. Ma'lumotlarni o'zingiz beraveramiz, xudo xolasa. Yo'qsa bittadan laykni bosib otangga rahmat deb qo'yishaveradi. Mollar xudo xolasa chiroyli aka. Mollar ko'p exijolat. Yosh, gilamnisi yosh. Bir donasi sigirlari ham bor. Sigirlarni ham xudo xolasa shanba kuni qo'yib beramiz. Bu yetuk bo'g'ozlari bor. Hammasi Hozir bo'g'ozlarni ko'rasizlar. Xudo xolasa zo'r qilib tayyorlab qo'yilgan holatda. Uzoq kelsa 1 oyda tug'adi, eng kechkisi ham. Mana oldin tug'ishni boshladik. Nima tug'di bu aka? Bu xonajincha tug'di. Mana shundan boshlayveramizmi? Mana shundan boshlaymiz. Ikkinchi qoringa tug'di uka bu. Ikkinchi qoringa. Mollar qizig'i cho'pi ikkinchi tug'ish. Yosh mollar. Yosh mollar, rossiyskiy 25 ta xudo xolasa o'ylanmaydi. Bo'zagi ham chiroyli, shu o'ziga o'xshagan akalar. Bunga qarang, janovorlar. Yeb ichishi, tan joni sog'ligi, sutlariga ham garantiya qilasiz buni ham. Buni hali sutlarni qo'ygan yo'q. Xudo xolasa 2-3 kun ichida sutlari ham aniq bo'ladi. Xudo xolasa eng kami 20 ta hisoblashsa, mani qanda fikrimda 25 tadan kam bermaydi. Qiziq joyi narxi nechi pul buni? Qiziq joyi narxi uka oldi qochdi narxlar yo'q, 50 million, 55 million narxlar yo'q uka. Nechi pul aka? Obunachilarga nechi pul qilib beramiz? Narxlarini buni 44 million so'm qilib beramiz obunachilaringizga. 44 million. Kamini qilib beramiz. Kamig'i dastavkasi. Dastavkalar qayergacha? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab besplatniy vohaga ham kelishilgan holda ketaveradi uka biz. Xorazmmi, Qoraqalpog'istonmi tanlanmaydi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ham bor akalar. Kelishtirib molni ko'ringlar. Yo'q dastavkada. Yangi tuqqan akalar. Svejisiga shqozlari bemalol aloqaga chiqarsin uka. Shunaqangi xudo xolasa bu bo'g'ozlarni narxi qiziq bo'lmaydi. Narxlar endi yo'lida bo'lib bitta joyga olaman desa kelishtirib berlar 50 naqa narxlar yo'q uka. Narxlarni aytmaymiz, bemalol telefon qilishadi, aloqaga chiqishadi. Bo'ldi, bitta oyoq qo'llarini, yurgizib ko'rsatib beramiz. yoshlarini, ma'lumotlarini beramiz akalar. Ko'rishlaring mumkin. Bu nima deyapti aka? Yoraman deyapti. Nimadir bu? Qoraxon. Qora shahzodasidan deb so'ragan obunachilar registratsiya qilinadi. Yapaloqlilarni ko'rsataymiz. Qirg'iziston davlatidan kelgan bu molimiz ham? Bu Rossiya bu yoq. Rossiya. Rossiyaniki. Nechinchi tug'ishga? Ikkinchi tug'ishga tug'adi. Birinchi qorindozda 25 ta sut berdi. Mol chiroyli holatda ekan. Tutamlarni ko'rsatdik. Tutamlari, oyoq qo'llari. Hamma yo'q. 8-oydan bo'lib o'tgan. Xudo xolasa 8 oydan o'tgan. Uzoq kelsa 20 kun. Shu moli endi aloqaga chiqsa narx-navosi kelishiladi. Ular endi Narxlarni chiroyli qilib, yengil qilib berasiz, xudo xolasa. beramiz. Bu 8 dona bo'g'oz chiqaryapmiz bu yerda. Hammasi degani emas, biz bo'g'ozlar serob, yetilgan 8 oy tevasiga chiqqanini olib kelib, mana shu yerda ko'rsatyapmiz. Akalar nomerlarga aloqaga chiqib, lakasi tashlab beringlar desalaring. Bundan tashqari mollar serob shu. Mollar serob. Deydimi, boshqa deydimi, hammasidan bor. Sigirlar ham o'ta serob, faqat bo'g'ozlarni hozir bir qator ko'rsatyapmiz akalar. Davlat dangal mol chiqarmay qo'ydi, nimaga chiqarmayapti deganlarga bemalol kelaverasizlar. Shanba kuni Abrorus kanaliga qo'yiladi. Kesalar mana shu yerda syomka bo'ladi, 40 boshdan ziyod bor. Bo'ldi, xolos akalar. Kelaverasizlar ekan bexijolat. Mana shu ham chiroyli mol ekan. Keladi bularga ham navbat keladi hozir. Navbatdagisi Shved. Shvedimiz. Qirg'iziston davlatidan kelgan bunisi. Bilkalarigacha, emblemmalarigacha ko'rsating. Illargan. Qirg'izistondan kelgan. O'ta chiroyli mol ekan aka bu ham. Chiroki deydi, ko'zna qasdan.
Canavar turishini qara. Turuvdi qaranglar akalar. Nima deyapti bu? O'ta chiroyli. Yo buni chizga tavsiya qilaman deysiz uka, nimadir deyish boshqa buni. Akalar qaymoqni nima deydi? Kanister oladigan ekan xudo xolasa. Suskalarni qarang. Yuvoshligini. Mollarning eng qiziq tarafi shunda uka. Bo'g'oz holatda ham yuvosh. Birinchi o'rinda bo'g'oz bo'lsa ham tutamiga qarab olinadi. Tutamlarini ko'rsatingda. Tutamlari mana akalar. Tutamlari, chandirlari xudo xolasa tayda soladi bular akalar. O'ta yog'li bo'ladi. To'xtam olaman deydigan obunachilar bo'ladi-yu. Ular ham bemalol aloqaga chiqaversin. Ko'ringlar akalar. Turi bor uka, turi. Bemalol aloqaga chiqinglar akalar. Ustida kelib, ko'rib, savdosini qilib olinglar akalar. Narxlarni chiroyli qilib berishadi. Xudo xolasa akalar. Shoqlari ham kelishgan ekan, mana qaranglar. Voy, mashalloh akalar. Nima bu aka? Qayerdan topasiz bunaqani? Daniyasidan so'ragan obunachilarga Turish qaranglar akalar bitta. Bitta ko'ringlar-chi. Mana qaranglar turishdi. Ko'rganda mashalloh deb kommentariyaga yozib qo'ying. Mana qaranglar turishdi. O'ta chiroyli mol ekan bor-ku. Turuvdi qaranglar. Orqalari ham tikka ekan molni. O'z Daniyani bilgan odam biladi-ku buni. Toza Daniya. Ko'rgandayoq bilib qo'yaveradi. Tayyorlanmagan, yuvilmagan holat xolos akalar molni. Turuvdi qaranglar o'zi bu molda. Buni nechinchi tug'ishga aka? Ikkinchi qoringa. Suskalari ham original ekan buni. Bir kuray 6-chilarni ham endi chiqaryapti. To'g'ri joyda. Uka birinchi qorinda 4 ta sut bergan bu joyda. Ikkinchisiga xudo xolasa. Ikkinchisiga yuvoshligini qarang. Standartda qaranglar bunga. Voy dod. 30 ta sutiga xijolatsiz buni. Eng kam holatda 30 ta. Beradi aka bu mol o'zi. Mol qaysi boshqa qilingan yo'q. Daniyani aytayapman, bilgan obunachilar o'zi kommentariyaga yozib qo'yursin. Qanaqa mol bo'lishini. 4-chida ham molimiz akalarga ma'lumotni so'raymiz sizlar. Daniya 4-chida chiqqan molimiz deb aloqa chiqsalar akalar, hamma kelib ko'radigan ustida. Kallalarni qarang, turishini qarang buni. Keyin molxonaga o'tib tomosha qiladigan mol ekan o'zi. Inshaalloh akalar. Havas qilganlar uyda kamida 10 tadan bo'lsa. Bittadan like bosinglar akalar, kanalga obuna bo'lsalaring. Xudo xolasa bugundan boshlab mollarimiz yangilari videolari har kuni qo'yiladi. Xudo xolasa harakat qilamiz. Bir oy ichida bo'g'ozi qolmaydi. Hammasini o'tib beradi. Mana bunisi ham yaqinlashib turibdi. Rasiski. Tozasi aka bu. Rasiskiga chempion. Tozasini olaman degan obunachilar. Mana qaranglar, baquvvatligini. Bo'ylari necha chiqadi aka? Qizig'i deganlarga. Bo'ylari necha chiqadi? Bo'yi 150 dan kam emas ekan. Belini ko'rsating asosan, bellaring o'ta yapalag'ida. Yosh bo'lishiga qaramay uka keng, hali suskalari to'rtta joyda. Nechinchi tug'ishga bu? Birinchi qoringa uka. Tug'magan hali. Hali tug'magan. Voy mashalloh akalar, hali tug'magan molimiz. Tug'magan mol bo'yi shunday bo'lsa, xudo xolasa o'sib ketar ekanda bu aka. O'sar ekanda bu. Hali o'sadi, kengayadi yana. Tozasida bu. Akalar ko'ringlar. Olamol bo'lib qolsa kerak. Bundan mollar chiqqan yo'q aka sizlarga. Ko'ringlar. Kelinglar, ustida ko'ringlar, savdolarini qilinglar. Uylaringga yetkazib olib borib beriladi. Shunisini narxini aytib bermaymizmi aka? Narxini aytamiz. Nechi pul aka bu obunachilarga? Haligi endi olamol olib kelib olib rossiyskiy deyotganim. Yo tozasi aka, tozasi haqiqiy birinchi qoringa. Jonigacha javob qilinadi-ku. Shoqlari ham kelgan aka. Turish. Kuray, 4-kuraylarni endi nishurayotgan holatdagisi. Xudo xolasa 30 tadan kam bermaydi. Beradi aka bu. Bu sut yo'nalishini bu mol beradi aka. Narxi hali chiqib olib bu molni maqtab 60 million, 65 million deb gapirish kerak yo'q. 55 million. Yo'lida qilib ayting. 55 million so'm libo joyga solishtirib olsa. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida ketdi. 55 million kami bor. Kami bor. Yana o'tib berasiz xudo xolasa. Kami g'ich-bech uka. Obunachilarga ko'ringlar akalar. Narxini ham yaxshi aytishdi. 55 million kami bor. Qaysi bozorda aytolmaydi uka, kerak bo'lsa. Xudo xolasa aka, bemalol aloqaga chiqinglar akalar. YouTube'ga chiqarayotganlar ham aytolmaydi. O'tib berishadi, kami g'iji-bech uylarga dastavkalarni qilib olib borib berishadi akalar. Hamma yo'g'iga garantiya qilishadi molni. Garantiya deganda akalar nimalar kiradi mollarimizga? Molimiz uka mana endi bo'g'oz chiqaryapmiz hozir. Bo'g'oz chiqaryapmiz. To'rala yelini kiradi. To'rala yelini. To'rala yeliniga javob qilaman tug'ishiga. Xudo xolasa.
Buni esalamon tug'dirib olsa, yuvashligiga javob qilaman. Yuvashligiga ham javob qilasiz bo'g'ozlar. Yuvashligiga ham javob qilaman bo'g'oz narsani. Bo'g'oz narsani Men bir bo'g'ozlarni ishonchliligi uchun chiqaryapman uka. Qoyil aka. Qarang, liboyni kelib, liboy tarafidan ushlasangiz ham qilt etib qo'ymaydi. Bo'g'oz holatda ham javob qilaman. bo'g'ozlar yuvashligigacha, ha, yeb Yeb ichishi. itishiga, tan joni sog'ligi, oyoq qo'liga javob qilaman. Hamma yo'g'iga javob berar ekansiz hisobda. Hamma yo'g'i yo'q. Endi sutini uka tug'dirib litrlab bering desa, mana shu yerda litrlab beraveraman. Liboy bo'g'ozini. Sutini ham litrini garantiya qilaverasiz yuzda. Mana shu yerda tug'dirib litrlab bering desa, litrlab beraman. Bo'ldi aka. Akalar kelinglar, hamma yo'q garantiyali mollar, hali birovni aldash, boshqa maqsad yo'q, xudo xolasa akalar. Mollar chiroyli. Bu nima deyapti? Kanalimizda uka davlatdan kelib bitta odati bor-da. Mana shu kanalimizda mana shu olayotgan videoyingiz bir haftaning ichida 1000 ta like yig'sa $200 bor. Seriozniy. Seriozniy. Qonun qoidasini tushuntirib qo'ying, qanaqa qilib aniqlashdi. Qani? Kommentariyada o'z fikrini bildiradi. Yaxshini yaxshi desa, yomonni yomon desa. Ha. Yozadi, shu kommentariyada aniqlanadi. Kommentariyada. Kimi kommentariyasi eng ko'p like yig'sa, o'sha odamga beriladi. Necha mingta like yig'sa videoyimiz? 1000 dona like yig'sa yetadi. Akalar bir donadan like bosinglar. 1000 ta like yig'sa bir haftaning ichida $200. Xudo xolasa obunachilar, sizlarga beriladi bu. Mol olishingiz, olmasligingiz qiziq bas o'tdi. Shu videoyimiz orqali likeimiz yig'ilsa, kommentariyaga xolis fikrlaringizni bildirasizlar akalar. Mol olmasalaringiz ham xudo xolasa O'zbekiston nari chekkasida bo'lsangiz, tushirib ham berilaveradi. Qat'iyligingizni qizig'i yo'g'ini akalar. Buni ma'lumotni ayting aka. 3-qoringa rossiyskiy bo'g'ozimiz. Rossiyskiy. 8 oylikdan o'tdi bu ham. Aha. Bemalol kelib Bellar hammasini bellari baquvvat ekan mollarda aka. bellari butunidan aka. Quruq oyoqlari zo'r aka. Xudo xolasa. Uchinchi qoringa. Narx xudo xolasa aloqaga chiqsa kelishtirib berasiz. Bu ham 25 litrga. 27-28 litr sut bergan. Hammasini ma'lumoti bor. Hammasini ko'rib bilib olgansiz. Garantiyali mollar akalar. Mollar chiroyli holatda, tayinlarim yetgan yo'q mana shunday turgan holatda ertalab o'tini yegan, hozir mana uje abed bo'ldi akalar. Mollar shunday chiqarilyapti. Uylaringda qanday tursa o'sha holatda turibdi akalar mollar. Qora Mondo degandan ekan aka bu. Mondo shikallatidan deydi. Qora shahzodasidan ekan aka. Tim qora bir joyda oq yo'q. Kallasini o'zi 5000 dan 10000 bo'ladi. Shoqlarini qaranglar mana. Yoshidan zo'ridan o'ta chiroyli holatda bo'g'ozlar akalar. O'tkamini ham bitta ro'zg'orga, fermaga, Voy 70 ga kirgan hojonalar keladigan qaranglar. Ro'zg'orga, fermalarga ham cho'raydigan mollar ekan xudo xolasa. O'ta yog'li bo'ladi aka bularda. Yaltirab turibdi akalar mollar hammasi. Bellarini qaranglar, baquvvatli. 15 kunlik qo'ygan. 15 kunlik qo'ygan. Yilni solishni boshlabdi ikkinchi qoringa. Nechta sut bergan bu? Buni ham yengil 20 taga beriladi. 20 taga. Qo'lni qo'shdi 25 ta bor. Mollarimiz to'g'rilib yo'nalishda mollar. Quruq oyoqlari hamma yo'g'iga javoblar qilinadi akalar. Mollar o'zi turishlarini qaranglar mollarda. Go'zal hammasi. Xohlasa bemalol ko'ngilda xotirjam qilib telefon qilsa, akalar kelib ustida ko'ringlar. Xudo xolasa. Narxlardan 5-6 million aytsa qiladi arzonligi. Aha. Arzon. Sizlarda gala keladi akalar. Optim keladi. Optim keladi bularga akalar. Xudo xolasa yengil-yengil qilib beriladi. Buni qaranglar. Yapalaq, hammasi yapalaq bular. Belini qaranglar. Bu nechinchi qoringa? Doim olgan odamga egizak tug'ib bersin. Nechinchi qoringa? Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa. Nechta sut bergan bu? 20 ta bergan birinchi qoringa. Birinchi qorinda 20 ta bergan. Omad o'ta yog'li bergan. Bergan. Qirg'iziston barodan bu aka? Qirg'iziston baroda, Qirg'izistondan kelgan. Qirg'iziston baroda. Xudo xolasa kelib, ko'rsin ustida yo'qsa, yurishlari akalar. Chiroyli holatda. ahla yengil qilib beriladi. Ahlari chiroyli bo'ladi, xudo xolasa akalar. Qirg'iziston baroda deydimi, rossiyskiy baroda deydimi, bor ikkala turida. Hamma yoqdan bor. Xudo xolasa u taraf hali kasal kusal deydi. O'shanqalari hamma yo'g'ini ko'rib olinaveradi. Kasal kusali yo'q. 1 gram kasal yo'q. Qaysi qoldi aka? Mana Shved barodan bor. Shved. Buni ham so'zkalari aringan ekan akalar. Qaranglar.
Maza qilib sog'aydigandan aka. Shvedda oqtarib yurgan obunachilar. Qirg'iziston Shved parodasidan. Belni bitta ko'rsating, belni buni. Beldor mollar topib kelibsiz aka. Mana qarang. Bitta beli o'rtachasi ham yo'q o'zi. Hammasi baquvvat chiroyli mollar. Nechinchi qoringa aka bu? 3-qoringa. 3-chi qoringa. Mana qaranglar mollar. 25 ta sutiga o'ynanilmaydi. 15 25 ta. qoldi xudo xolasa. 15 kunda xudo xolasa tug'ib beradi akalar. Tayyor sigir bo'ladi. Molni o'zi ham kichkina mol. Mana qaranglar turishini. Bo'yi ham kamida 1.5. Kam holati. 1.45, 1.40, 1.50. Akalar endi bizda hozir metr yo'q akalar. Endi Taxminiy aytilyapti. Xudo xolasa hali videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadik, o'shaning uchun bir qator bo'ylarni sal aytib qo'yapmiz akalar. O'zdan hisob qilishdan. Ko'rdik akalar. Mana bakni sandalga qarang. Janob. Nechta sut bergan dedingiz buni? 25 ta bergan. 25 ta bergan. Bergan mol beraveradi akalar, xudo xolasa u Qirg'iziston barodalarida Bu mollarni obunachilarimiz qanday sutini litrlab beraman aytilgan sutlar xijolatsiz. obunachilarimiz yaxshi bilishadi Qirg'iziston barodalar yoqqa o'ta kuchli bo'ladi akalar. Biz Shuni ro'zg'ordan maza qilib hamma yo'g'ini ma'lumotini olib keyin olib kelamiz-da. Bu mollar aytdan baytdan terib kelgan. garantiyali xudo xolasa. Maza qilib qaymoqlarini olib Ma'lumotini beriladi. ro'zg'orga sutini sog'ib ichadigan mollar akalar. Bizdan mol olgan odamlar o'zlari biladi. Kommentariyaga yozib qo'ysin, javob qilinadi, javob qilaman degan narsasiga. Lipopayt. Xudo xolasa mollarimiz hozir bo'g'ozlarimiz tugadimi aka? Bo'g'ozlarimiz tugadi. Bemalol aloqaga chiqsa, sigir deydimi, bo'g'oz deydimi, hamma turidan bor. Birinchi qoringa bo'g'ozlarimiz bor, o'zimiz dehqonchilik, sementalga. Hamma mol deydiki, hamma turidan bor. Mol deb maketini chizib bersa bo'ldi, uka. Aloqaga chiqsa ishi bitadi. 20 million so'mdan boshlanib 80 million so'mgacha bor. Aloqaga chiqsa ishlar bitadi xudo xolasa. Bitadi. Bo'ldi akalar, kelaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab Mozorda. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar akalar. Salomat bo'linglar.